Salamatmisizlar, o'quvchilar qandaqsizlar, yaxshimi? Men тоже yaxshi, rahmat. Vaqtida kiribsizlar. Qani endi boshlaylik. Biz bugun 6-sinfni takrorlaydiganni boshlayapmiz. Uning uchun biz buni maktab nashriyotidagi kitobliklardan, sizlarning darsliklaringlardan hisoblaringlarni chiqaramiz. Bugungi birinchi mavzumiz bizning nisbat va proporsiya deb ataldi. İnsanlarga sevib ketayın. Nisbat deganimiz bir miqdorning yana bir miqdorga bo'linganda ashuni biz nisbat deb ataymiz. O'rischa отношение deb ataydi. Shu vaqtida masalan meningda 5 ta qarindosh va 8 ta ruchka bo'lsa, shu qarindoshlarning ruchkaga nisbatini biz 5 bo'lingan 8 kechirsizlar. 5 bo'lingan 8 deb bundoq kasr turida yozsak bo'ldi yoki bo'lmasa 5 ning 8 ga nisbati deb ataymiz. Mushtaq bir miqdorni yana bir miqdor bilan selishtirganda, shu miqdorlarni qanday selishtiramiz? Biz azaytib qo'shib selishtirsak bo'ldi yoki bo'lmasa bo'lib selishtirsak. Ashtaq sonlarni bir-birisiga bo'lib selishtirsak, shuni biz nima deb ataymiz? Nisbat deb ataymiz. Vaqtida hisob chiqarishni boshlaylik. Endi nima dedik? Ikki turda yozildi dedik. Qo'sh chek orqali yoki bo'lmasa kasr turida. Buni nima dedik? 5 ning 8 ga nisbati deb atsak bo'ldi. 5 va 8 sonlarining nisbati, 5 sonining 8 soniga nisbati deb har xil o'qisanglar bo'ldi. U chog'da birinchi hisobni ko'raylik. Hisobning nomeri 93. Mayda vыбор ichida bir necha hisoblarni chiqarib ko'raylik. Nomer 93. Jo'ndash ishlarida 16 bo'g'im ranglik tam qog'ozining 12 bo'g'imi sarf qilindi. Ranglik tam qog'ozning qanday qismi jo'ndash ishlariga sarf qilindi deydi. Shu vaqtida qarang, bu yerda barlig'i 16 ta keltiribsizmi? Shu 16sining 12sini ishlatdi deydi, sarf qildi. Shu vaqtida biz nima qilamizki, nisbatni 12 bo'lingan 16 deb yozib olsak bo'ldi. Buni endi 12 16 bizda 4 ga qisqaraydi deb 4 dan 3 deb yozib olsak, mana ikki miqdorning nisbatini yozib oldik. Yoki bo'lmasa 3 sonining 4 soniga nisbati deb ataymiz. Endi hisob nomer 97. 97 da nima deydi? Tik bo'ling, to'liq bo'lingning qanday qismini tashkil qiladi deb birinchidan ko'raylik. Tik bo'ling degan qancha gradus? Tik bo'ling bu bizda 90 gradus degan durustmi? Endi to'liq bo'ling deganimiz bu 360 gradus. Bir aylanib kelgandan keyin mangan yo'limiz 360 gradus bo'lsa, shu vaqtida 90 gradusni bo'limiz 360 gradusga. Kelsa endi 90 ga qisqartirib etsak, 4 dan 1 qoldi. Shu vaqtida to'liq bo'ling, tik bo'ling, to'liq bo'liqning 4 dan 1 bo'ligiga teng. Bu birinchisi. Ikkinchisi bo'lsa, takshi bo'lingning qanday qismini tashkil qildi. Endi takshi bo'ling deganimiz 180 gradus. Mana bu yerda bir 180 gradus. Shu vaqtida 180 ning 90 gradusi necha gradusni kurashtirdik bolalar? 90 ga qisqartirib etsak, yarmini durustmi? 2 dan 1 bo'ligi bo'ladi. Nomer 101. Yüz birde endinin berilgan bu yerda 6 kilogram qo'rilmagan kofe denining 5 kilogram qo'rilgan dan elindi. Qo'rilmagan danning qancha foizini tashkil qildi? Endi foiz orqali yozishimiz kerak bu yerda.
Qandaq bölgini ta'sir qildi deganki bölüp etmez. Nomer 101'de. Barlığı bizde 6 kilogram durusma kofe. Onun 5 kilogramı qorulgan bolsa, внимательно hesapda qorulgan dan deydi. Qorulmagan danның qancha foizini tashkil qildi. Şu vaqtida qorulmagan 6, qorulgan 5 bolsa, nima qilamiz ki? Bölüp etmez. 5'ni 6'ga. Endi foiz bilan yazılatsa biz ko'paytib etmiz. Ya'ni mush chiqqan kasrni 100 foizga. Endi bu yerda qisqaradigan sonlarimiz только 6 bilan 100 ni 2 ga qisqartib etsak, mayda 50 qoldi ekan, mayda 3. Shu vaqtda bo'ldi 3 dan 250%. Bu endi noto'g'ri kasr, uni aralash kasr turiga aylantirib yatsanglar, 240 ni 30 ga bo'lsang, 3 ga bo'lsanglar 80. 24 ichida 10 qoldi, 10 ni 3 ga bo'latsanglar 3, в общем chiqdi 83,3 dan 1 foiz. Надеюсь, tushunyapsizlar buni. Endi kat to'xtalishi nomer 105 ni ko'raylik endi. 105-chi hisobning birinchisini chiqaraylik. Bu yerda A va B sonlari berilgan. U chaqda A sonni B sonning qancha foizini tashkil qildi deydi. Yozib olay. A sonimiz bizda teng 2,37 dan 7 ko'paytirilgan 73,9 dan 2 elingan 71,6 dan 1. Beşida mush A'ni hisoblab olaylik. Beşida tirnoq bo'lgan tirnoqni birinchi hisoblaymiz. Shuning uchun 2,37 dan 7 ni ko'chirib yozdik. Mayda aralashsalar olganda noto'g'ri aylantirmaylar. 73 dan 71 ni sразу yozsak bo'ldi. 2,9 bilan 6 ning maxrajini tepish uchun biz nima depdik? Zeleninki bilan желтенький bilan yozib qo'yay. Kelsa har ikkisi 3 ga bo'lindi durustmi? 3 yerda 3 9, mayda bo'lsa 3 yerda 2 6. Shu vaqtda umumiy maxrajini tepish uchun достаточно 9 ni ko'paytirishga buni 3 3 o'xshaydi-ku. 9 da biroq 2 yo'q. Shu 9 ni 2 ga ko'paytirib atsanglar 18 tushadi ekan. Umumiy maxrajisi 18. Yoki bo'lmasa 6 ni buni 3 ga ko'paytirib atsanglar shul 18. 18 ni 2 ga bo'lsanglar 9, 6 ga bo'lsanglar 3. Ko'paytirib etaylik. Mayda 2 9 18, 3 ni yozsak 15. Mendan qamay chiqaringlar hisoblani 105 chiqatamdi. Shu vaqtida endi aralash kasrlarni bir-birisiga ko'paytganda ularni noto'g'ri kasrga aylantiramiz. Shuning uchun 2 ni 37 ga ko'paytsak 60, 74, 74 ga 7 ni qo'shib atsanglar 81 bo'ldi ekan. 37 dan 81. Ko'paytimiz 2 ga 18 36, 36 ga 15 ni qo'shsanglar 40 51. Mayda 18 o'zi. Tak, qisqaradigan sonlar ancha yo'q ekan. Mayda только 81 bilan 18 ni 9 ga qisqartib etsak, bu yerda 9, mayda 2 qoldi. 51 bilan 37 qisqarmaydi. 37 ni 2 ga ko'paytsanglar 60 ya 14 74. 9 ni 51 ga ko'paytsanglar 459. Endi 459 ni 74 ga bo'lmas. Shu vaqtida biz butun sonni chiqarib olamiz. 459 ni bo'laylik 74 ga qancha narsaq bo'ldi? Tak, mayda 42 desak 7 6 namizga 6 butun. Endi ko'paytirib etaylik. 6 ni ko'paytimiz 74 ekan. 6 ko'paytirilgan 74. 6 ni 70 ko'paytsak 420, еще 444. Endi 454 dan 459 dan 444 ni yozsanglar
44'ni yiyetsek qancha qaldı ki? 15. 74'ten 15. B sanını tapaylandim. Bu endi B sanı ten. 1,819 qo'shilgan 3,181 ve muşunun hemsini bölüvatmaz 9'dan 2'ge. Skopkanın içinde hesaplatsa 9, 1, 0, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 1 bütün çıkıdı kedrosma. 1, 3, 4, 5 çıktı. Şoqda 5'ni köpeytimiz 9'ga bölümüz 2'ge. Çıkıdı 2'den 45. Men kısaca aralaş sanını aylandırışını acıt yoqdu ki. Endi deydi A B'nin B adını körüydü. A sanı B sanının qancha payızını teşkil kılıdı. Şoqda da A'ni bölüvitimiz B'ga. A degan yaman strashni son chiqib ketdi. Men 74'ten 459 bölümüz 2'den 45'ge. Endi bölüngen tuganda birinchi kesirni ko'chirib yezib, ko'paytirilgan belgisini qo'yib, ikkinchisini o'rnini almashtiramiz. 2 ustiga 45 mahrajiga tushdi. Bu yerda 74ni 2ga bölüp etsanglar bo'ldi 37. Belki 37 durustmi? Shu. Endi 459 45ga qisqaramdi. Ha, bular 9'ga qisqarayotgan her ikisi. 45'ni 9'ga bölsek 5. Mayda bo'lsa 51 qaldi. Shu vaqtida boshqa 51 bilan 37 qisqarmaydi, bo'ldi. 37ni 5ga ko'paytsanglar 150, 35, 185'dan 51. Tushundinglarmi hisobni? Bu mana просто biz hozircha nima o'tdik? Nisbatni o'tdik, durustmi? Bir sonning ikkinchi songa nisbati. Endi bir necha miqdorlar o'zaro nima bo'laoladi ekan? Proporsional bo'lishi mumkin. Agar bir miqdor ikkinchi miqdorga taalluq bo'lsa, ashtoq taalluqni biz proporsional miqdorlar deb ataymiz. Mayli, yana 107 degan hisobni chiqarib aytaylik. 107'de deydi. Taraflarının uzunluğu muvafiq 2,5 cm ve 3 cm bo'lgan 2 kvadrat berilgan. Bir kvadrat chizaylik. Ikkinchi kvadrat chizimiz. Birining qiri 2,5, ikkinchisiniki 3 deydi. Shu vaqtda A punktida, birinchi punktimda deydi. Kvadratlar taraflari uzunliklarining nisbatini tepinglar. Şu vaqtda bu yerda birinchisinin uzunluğu 2,5 bo'lsa, ikkinchisinin 3 bo'lsa, shu vaqtda 2,5ni bölümüz 3ga mundaq yozib qo'yish. 2,5 sonining 3 soniga nisbati deb. Mana qo'yib qo'ysak bo'ldi. Ikkinchi hisobdan kvadratlarining perimetrlarini hisoblanglar deydi. 5'ni P1 deb qo'yay. Birinchi kvadratning perimetrini tepish uchun 4ni просто ko'paytimiz 2,5ga. Şu vaqtda u bo'ldi 10 cm. İkincisini bo'lsa 4'ni ko'paytimiz 3ga, ikkinchi kvadratning perimetri 12 cm bo'ldi. Ikkinchi hisob bitdi. Endi uchinchisida perimetrlarning nisbatini tepinglar deydi. Uchinchisida nima qilamiz ki? Endi bu yerda kasr turida yozib qo'yay. Birinchi perimetrni ikkinchisiga bo'lamiz. 12'den 10 chiqdi. Bu yerda endi 2ga qisqartib etsak 6'dan 5. Şu vaqtda birinchi kvadratning ikkinchi kvadratning perimetriga nisbati 5 sonning 6 soniga nisbatiga teng. To'rtinchisi kvadratlarning maydonlarini hisoblanglar.
Endi kvadratning maydon tipi uchun bir tarafini ikkinchi tarafiga ko'paytamiz. Shu vaqtida 2,5 ni ko'paytamiz 2,5 ga. Bu chuqurdan bundaq hisoblash sal qiyin bo'lsa, bunday yozsanglar bo'ldi. Bu biz 2,5 degan 2,2 dan 1 g'u, yoki bo'lmasa 2 dan 5. Mediani shu 2 dan 5. Ko'paytirsanglar 4 dan 25. Noto'g'ri kasrni aralash kasr turga aylantirib 6,4 dan 1 yoki bo'lmasa 10lik kasrda 6,125. Ham variantni ko'rsatib qo'yaylik. 5-inchisi maydonlarning foizlik nisbatini tepinglar. S2 tepida kechiringlar. S2 bo'ldi 3 ko'paytirilgan 3 9 santimetr kvadrat. Mayda 6,125 santimetr kvadrat. 5-inchi punkt nimaga yozay? Maydonlarining nisbati deydi. S1 ni S2 ga nisbatini topaylik. Shu vaqtda 6,125 deganimiz 4 dan 25. 4 dan 25 ni bo'limiz 9 ga. Yoki bo'lmasa 4 dan 25 ni ko'paytimiz 9 dan 1 ga. Chiqadi 36 dan 25. 6-inchisi chiqqan nisbatlar ma'nolarini kvadratlar taraflarining nisbatlarining ma'nosi bilan solishtiringlar deydi. Endi ikki tarafining nisbati qaranglar. 2,5 da 3 bo'lgan, durustmi? Perimetrlarniki nima bo'ldi bizda? 6 dan 5. Ko'ryapsizlar, nima bo'lyapti demaydi? 3 bo'lsa 6 bo'ldi, 2,5 bo'lsa 5 bo'ldi. To есть perimetrning nisbati taraflarining nisbatidan ikkasi o'shiq. Maydonlarning nisbatini qarasanglar, bizda 2,5 bo'lmaydi. 2,5 6-inchi punktda va 3 ning nisbati. Va selishtiryapmiz 36 dan 25 ni. Bular endi bu yerda surati 10 o'sa, mahraji 12 o'sgan. Katta dalilishi nima deydi? Proportsiyani aniqlanishi. Shu vaqtida nima deymizki, proportsiyani bir miqdorning ikkinchi miqdorga nisbatan deb atadik-ku. Endi agar bizda ikki tal nisbat bo'lsin, masalan 2 dan 1 va 4 dan 2 deb olaylik. Agar shu отдельно olgan ikki nisbatni selishtirganda biz nima ko'ryapmiz? 4 dan 2 ni qisqartirsak, shu 2 dan 1 chiqadi. O vaqtda nima deymiz? Bir-birsiga teng nisbatlarni biz proporsiya deb ataymiz. Uni endi biz bunday turda yozib qo'ysak bo'ldi. A sonining B soniga nisbati C sonining D soniga nisbatiga teng bo'lsa, shunday turda berilgan ifodani biz proporsiya deb ataymiz. Endi proporsiyaning asosiy xususiyati nima deydi? Крестиком ko'paytsak bo'ldi. A ni ko'paytsak bo'ldi D ga, u teng bo'ldi B ko'paytirilgan C. Yoki bo'lmasa qo'shchik turda A bo'lingan B teng C bo'lingan D turida yozilgan bo'lsa, nima deymiz biz? Oxirgi ikki miqdorning ko'paytindisi bunday chiqyapti. O'tirdagi ikki miqdorning ko'paytindisiga teng. B'ning C ga ko'paytindisiga teng. Но самое главное, bizda proporsiya berilgan bo'lsa, asosiy xususiyati крестиком ko'paytsanglar bo'ldi deydi. Bu endi yomon jiq chiqadigan tema. Endi boshlaylik nomer 113 dan. Nomer 113. 113 nima deydi? Tövendeki cümle bilan berilgan ikki nisbatning tengligini ikki usul bilan yozinglar deydi. 5 sonning 10 songa nisbati deydi. 3 sonning 6 songa nisbatiga teng. Teng 3 soni bo'lingan 6. Mana biz bir turda yozib oldik. Agar bunday yoqmasa, sizlar kasr turda yozsanglar bo'ldi. 5 sonning 10 songa nisbati 3 sonning 6 nisbatiga teng. Действительно selishtiraylik. 10 bilan 5 ni qisqartirib 2 dan 1 qoldi. 6 bilan 3 ni 3 ga qisqartirib тоже qoldi 2 dan 1. Действительно bu ikki nisbat bir-biriga teng bo'lgan ekan, buni biz
bir-birisiga proporsional sonlar deb ataymiz. Ketdik endiki hisobga. Nomer 117. 117ning berilgani mundaq ekan. Yulduzchilarning o'rniga proporsionallikning belgisiz a'zosini yezinglar deydi. 100-birinchisi 115 bo'lingan bir songa yulduzni yasab qo'yay. Teng 46ning 2ga nisbatiga. Endi buni yulduzning o'rniga qanday son qo'yildi, uni tepish uchun biz nima qila olamiz mayda? Proporsiyaning asosiy xususiyatini foydalanaylik. Shu vaqtida yulduzni 46 ga ko'paytsak, teng bo'lishi kerak 115ning 2ga ko'paytsak. Endi yulduzni tepish uchun nima qilamiz? 115ni 2ga ko'paytib 46 ga bo'lib o'tamiz. Qisqartaylik. 115 46 ga bo'linadi. Tak, rovna bo'linmaydi, biroq 10lik kasrda bo'lib o'tsak 2,5 chiqadi ekan. Endi 2,5ni 5 ga ko'paytib o'tsanglar, shu vaqtida yulduzning o'rniga 5 soni keldi ekan. Так, 117 tushunishlik. Ashtaxamon qag'allar ashunga o'xshashligi, shuning uchun dalshi nomer 119 ni qaraymiz. 119dan berilgan proporsiyadan bir necha yangi proporsiya kurashtiringlar deydi. Nomer 119ning birinchisi 24ning 8 ga nisbati teng 4,8ning 1,6 ga nisbati. Selishtirib baqaylik. 24ni 8 ga bo'lsanglar 3, 4,8ni 16 ga bo'lsanglar qancha bo'ldi? Durustmi, durust emasmi? Men kechirishlar, 1,6 ga. В общем, bu sonlarning nisbati 3 ga teng. Shu vaqtida 3 ga teng, ya'ni qanday sonlarni yozsanglar bo'ldi? Masalan, 15 bo'lingan 5 desak bo'ldi. 15ni 5 ga bo'latsanglar 3 qo'tosh ashtaqa 3 nisbat. Va yana 3 chiqish uchun masalan 4,5ni bo'lib yetaylik 1,5 ga. 4,5ni 1,5 ga bo'lsanglar 3, 15ni 5 ga bo'lsanglar тоже 3. Endi prosta sonlar berilgan, конечно, chiqarish o'ng'ay. Eng yaxshisi bu yerda masala hisoblar berilgan bo'lsa, ashuni chiqarish. Endi masala hisoblarga kelmay turib yana bir necha hisobimiz bor kelmaydi. Shularning birisi nomer 125. 125 nimada deydi? Proporsiyaning noma'lum a'zosini tepinglar. A'dan 4 teng 20dan 16. Endi bu yerda no'datman bu endi. Proporsiya вообще 10-11-klassgacha kerak tema. Shuning uchun yaxshi bilishinglar kerak. A как x o'xshashqa belgisiz. Shu belgisiz a'ni tepish uchun biz krestikim ba'zi sonni ko'paytib, keyin belgisizga ko'paytamiz. Aslida, конечно, proporsiyaning asosiy xususiyati deydi. Krestikim ko'paytganda a'ni 16 ga ko'paytsa bo'ldi. 16a u teng 4 ko'paytilgan 20. Keyin только a'ni tepirish uchun 4ni ko'paytimiz 20 bo'lingan 16 deb yozamiz. Endi buni strochkani не обязательно har qachon yozishga. Вы сразу можете так. Buni belgisiz bo'lsa krestikim sonni songa и bo'lib yetimiz belgisiz songa qarama-qarshi turgan songa. Qisqartaylik. 16ni 4 ga bo'lsak 4, 20ni 4 ga bo'lsak 5. Shu chog'da a chiqadi 5. Bu 125-hisobda. Endi masala hisoblarini chiqaraylik. Nomer 129. 129ning berilgani 36 va 5 sonlari proporsiyaning o'rta a'zolari. Qanday sonlar mushu proporsiyaning chetki a'zolari bo'lishi mumkin? Misol keltiringlar deydi. Shu vaqtida
Mundaq turda yazaylik. A bölüngen B teң C bölüngen D. Durustmi? Bu bizda nima berilganki? Proporsiya berilgan. Endi bu yerda o'ttira sonlari 36 va 5. Shu vaqtida A bölüngen 36 teң B deydi. B qancha kelmaydi? 5 bölüngen D. Shu vaqtida A bilan D ning o'rni qanday sonlar bo'lishi mumkin? Onun uchun undaq alaylik. Masalan, shiktal belgisiz-ku bu yerda. Endi mushu shikil belgisizni tepish uchun biz mushlarning qancha birisini aniqlashimiz kerak. Masalan, D teң bo'lsin 2 ga deb qo'ysak. Bu vaqtida 5 ni bo'lmizga 2 ga. O vaqtida A ni tepish uchun yozaylik. A ni tepish uchun nima qilamiz? 5 ni bo'ldik 2 ga, 2 ko'paytimiz endi 36 ga. Потому что buni bo'lingan, mana yoqqa ko'paytirilgan bo'lib ketadi. Shu vaqt 36 ni 2 ga bo'lsanglar 18. 18 ni 5 ga ko'paytib etsanglar, A soninglar chiqadi 50, 40, 90. Bitta hisob. Endi chiqaramiz nomer 135 ni. 135. Bu yerda nima qilamiz kerak? Proporsiyaning belgisiz y sonining ma'nosini topinglar deydi. Y qo'shilgan 5 ning 110 ga nisbatan teң 42 ning 660 ga nisbatan. Вот. Endi men shu yerda y ni tepish uchun qaranglar, bu yerda y plus 5 mana belgisiz mayt turdi, durustmi? Shuning uchun y plus 5 ni yezib, qolgan sonlarni proporsiyaning asosiy xususiyati bo'yicha ko'paytib chiqamiz. 110 ni 42 ga va bo'lib etmiz 660 ga. Qisqartaylik. Sразу 0 bilan 0 qisqarib ketsin. 66 ni 11 ga bo'lsanglar 6, 42 ni 6 ga bo'lsanglar 7. Shu chog'da bo'ldi bizda y plus 5 teң 7 ga. O vaqtida yomon o'ng'ay tenglim bo'ldi. 7 dan 5 ni yetsanglar 2 qoldi. Ketdik endiki nomer 137. Proporsiyaning yezilish ikki turi bor, shuning uchun mana shu 137 ning birinchisini to'g'ri ko'rsatib ketaylik. Bu yerda so'ng tarafi kasrda berilgan 20 dan 11 y teң bizda 16 bo'lingan 80 deydi. Shu vaqtida biz endi bir tarafi kasr, bir tarafi bundaq strochka yozilgan bo'lganki, beshida biz uni bir turiga keltirib olaylik. 20 dan 11 y teң 80 dan 16. Endi y ni tepish uchun крестиком yana ko'paytib etsak, chiqadi 16 ko'paytirilgan 20 bo'lingan 11 va 80. Обратите внимание, buni ko'paytirilganda сразу bo'lingan bo'lib maxraj tushadi. Предыдущий hisobda plus turadi, shuning biz u yerda shu suratini полностью ko'chirib yozgan. Qisqartib etaylik, o'ng'ayroq 80 ni 20 ga, конечно 16 ga to'g'ri bo'linadi. И вот теперь 16 ni 4 ga bo'lsak 4, chiqadi y'imiz 11 dan 4. Endiki hisobimiz nomer 140. 140 ning birinchisi. Tenglimni yechinglar. Shu proporsiya x plus 5,6 ning bo'lingan 15,3 dan 2 teң 3,2 bo'lingan 5,9 dan 2. Sizlar mana shu yerda videoni to'xtatib qo'yib, o'zingizlar chapsan chiqarib o'zinglarni tekshirsanglar bo'ldi. Biz bu yerda nima deymiz? Endi proporsiyaning asosiy xususiyatini deydi. Крайний buni
kraynilar bilan o'tirdagi a'zolar o'tirdagi bilan ko'paytirishga bo'ldi. Shu vaqtida biz yozib olaylik. X plus 5,6 ko'paytirilgan 5,9 2 teng 15,3 2 ko'paytirilgan 3,10 ni 5 deb yozib olaylik. Shu vaqtida x plus 5,6 teng bo'ldi. Buni ichki sonni ko'paytib, buni sonni bo'lamiz. Endi ko'paytirish bo'lish turganda biz sразу noto'g'ri aylantirib olaylik. 15 ni 3 ga ko'paytsak 45, 2 ni qo'shib etsak 47. 3 47 ko'paytirilgan. 15 1 ni qo'shib etsak 16. Katta qudalishi mayda 45, 2 ni qo'shib etsak 47, переворачиваем bo'ldi 9 47. Sразу qisqartib aytaylik mayda 47 larni. 9 bilan 6 ni. И всё, da boshqa qisqaradigan son yo'q. Shu vaqtida bizda nima qoldi ekan? X plus 5,6 teng 16 ni 3 ga ko'paytsak 48, 5 dan 48. Men birga davomlashtiray. X plus 5,6 teng 45 ni 5 ga bo'lsanglar 9 butun 45 dedikmi? 30 ni 5 ga bo'lib etsanglar 6. 9,6. Oka, хорошо. Shu vaqtda x teng 9,6 elingan 5,6 chiqdi. Просто 4. Oxirgi hisobni chiqib aytaylik. Shuning bilan bizda buni proporsiya va nisbat degan mavzumiz bugungi bo'ldi. Oxirgi yaxshi bir chiroyli hisoblarni ko'rib qoldim. Nomer 142. Bu yerda shu proporsiya, shuli y ni tepishimiz kerak ekan. Y minus 8 bo'lingan 11,7 4 teng двойной kasr многоэтажный дробь deydi. 27 8 mayda bo'lsa 5,3 1. Sразу kerakni yozib olaylik. Bizga keragi y minus 8. Вот mayda ko'rasizlar, minus. Поэтому men buni minusni proporsiya bilan krestichkani ko'paytganda plus 8 deb пока что tegmay turman. Y minus 8 kutib tursin. Mayda ko'paytmizga 11,7 4 ni 27 dan 8 ga ko'paytib bo'lib yetmiz 5,3 ga. Hisoblab aytaylik o'ng tarafini. Buning uchun noto'g'riga aylantirib olaylik. 77 4 ni qo'shsak 81. 7 dan 81 ko'paytirilgan 27 dan 8 ko'paytirilgan 3 dan 16. Durust dedim. Bo'lingan turdig'izni ko'paytirilgan belgisini qo'yib o'rin almashtirsak 16 dan 3. Qisqartaylik. Ketadig'ini 81 bilan 27, 8 bilan 16 bo'ldi. Qolgani qisqarmaydiga ko'chirib yozay. Qoldi y minus 8 teng 3 9 mayda bo'lsa 14. Ishni xatolashmadim, надеюсь. 14. Vaqtida y ni tepish uchun minus 8 mayq plus bilan kelsa 8 ga 14 dan 9 ni qo'shsak bo'ldi 8,14 dan 9. O'zi shu bilan bugungi dars mashadi bitdi. Savollaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar. Like etishni unutmanglar. Xudoga dars sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa.